Bizlar Katta Zbrosdagi Zarbdor qishlog'ining territoriyasidan Soyibobod qishlog'ining territoriyasiga o'tish ko'prigiga keldik. Soyibobodning yangi eski nomi Lenin. Mana bu yo'ldan yurib keldik. Endi bu yerda o'ng tarafda asalarining uyasi bor. Asalarichilar asalari qo'ygan 3 qavat asalari, qiziqarli joylar. Naryoqda yana cho'ponlarning chaylasi bor. Bu yerda cho'ponlarning bazasi bor. Bu dalada cho'ponlarning bazasi talaygina ancha. Shu yerda to'xtab ko'prikning ustida yana biroz yigitlar dam olishyapti. Mana shu ko'prikni eskidan qadimdan Nikolaydi ko'prigi deyishadi. Shu yerda o'tgan safar shanba kuni velosiped cross qilganimizda yigitlarimiz mana shu yerdan o'tib naryoqda tolning soyasida dam olishgan edi. Said Akbarxon Zbrosga qarab baliq bormikin, yo'qmikin deb o'ylayotgan bo'lsa kerak. Baliq ko'rdilaringmi, bor ekanmi, yo'qmi? Katta baliqlar bor ekanmi? O'rdaklar ham bor ekanmi? Yovvoyi o'rdaklarmi qani? Ha, ana. O'rdaklar, vo, ko'p ekan o'rdaklar. Va, ana, ko'rdilaringmi? Ha, chuqur. Bu katta zovurda, zovur Zbros deydi buni. Qaysini? U turbadan Beshbuloqdan kelayotgan suv Zarbdorga boradi, Zarbdordan Guliston shahriga boradi. Mana shu suvdan Yulduzga ham boradi. Zarbdor orqali Yulduzga ham boradi. O'sha turba, katta turbadan. Ko'p yaqin bormaylar. Sunnatulloh. Ko'p yaqin bormaylar. O'zi aslida to'sin bo'lish kerak bu yerda. Endi eski ko'prik bu, qadim zamondagi ko'prik, shuning uchun to'sinlar haligi qilmagan, saqlanib qolmagan. Yaxshi yigitlar. Taassurotlar yaxshimi? Kayfiyat yaxshimi? Yigitlar bo'lmasa yana yo'l yuramiz. Ketdik. Otlaringga mininglar, veliglaringga mininglar. Otda sizlarga.